Tovuqli kotletni uy sharoitida sochni ichlaridan sirlar oqib turadigan usulda tayyorlab ko'ramiz. Piyozni qirg'ichi mayda tomondan chiqarib, suvsiz holatda tovuqni farshiga qo'shib, pripravani 100 g talqonda 2 ta dona tuxumni qo'shib yaxshilab aralashtirib olamiz. Kotletni jipsligini ta'minlash uchun shunaqa urib ishlab berish tavsiya qilinadi. Cho'ziluvchan mozzarella sallarni qirg'ichdan chiqarib olamiz. Tayyor bo'lgan farshimizni 100 g dan tortib olib, paketga solib, mana shunaqa formachiga yordamida shakl berib olamiz. Kotletimiz ustiga cheddar sirini, keyin mozzarellani qo'yib, ustiga yana bir qator kotlet yopib, ustiga paket yopib, yana formachiga yordamida ustidan shunaqa shakl berib olamiz. Kotletni qovurish jarayonida o'z shaklini yo'qotmaslik uchun morozilikada 1 soat qotirib olamiz. Shunaqa izli tavamizni o'zini yaxshilab qizdirib olib, ozgina yog' solib, kotletlarimizni 2 minutdan ikkala tomonini yaxshilab shunaqa klipga tushguncha qizartirib qovurib olamiz. Kotletli tavada chiroyli iz olsa kifoya, asosiy pishish jarayoni duxovkada davom etadi. Kotletli yana ham xushdan bo'lish uchun ustiga ozgina sariyog' qo'yib duxovkaga yuboramiz. 200 gradus qizib turgan pechda 10 minut tursa kifoya. Bu tovuqli kotletimizni oldiga har kim o'z xohishiga ko'ra turli xil garnirlar bilan taqdim qilishi mumkin. Bu videoni tovuq go'shtidan noodatiy taomlar tayyorlashga qiynaladigan tanishlaringizga yuborib qo'ying. To'liq ma'lumot video ostida yozib qoldirilgan. Xato va kamchiliklar uchun ma'zur tutasiz. Vaqtingizga rozi bo'ling. Assalomu alaykum.